Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan qanaqa qilib yopiq Telegram guruhdagi videolarni yuklab olish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Buning uchun sizga Google Chrome brauzeri kerak bo'ladi. O'sha brauzerda Temporary Monkey deb nomlanadigan qo'shimcha utilita dasturini o'rnatib olishingiz kerak. Buni kompyuteringizga o'rnatib olish qiyin emas. Ana undan keyin o'rnatgandan keyin User Script degan bo'limga Telegram Media Downloader deb yozasiz. Undan keyin qidiruv bersak, bizda mana Telegram Media Downloader deb nomlanadigan fayl bor. Buni ichiga mana update qilishingiz mumkin. Men o'rnatganligim uchun update so'rayapti. Agar siz birinchi marta qilsangiz, o'rnatishni taklif etadi. Update bo'ldi. Ana endi bizga web Telegram kerak bo'ladi. K yoki Z bo'lishi mumkin. Telefon raqami orqali ham o'tishingiz mumkin yoki boshqa